Yarim soatda tayyor bo'ladigan medavik retseptini qo'yganimda prosmotr 3 milliondan oshganida xuddi o'sha medavikimni endi shokoladligini tayyorlaymiz. Idishimizga suyuq asal va sodani solamiz va olovga qo'yib shunaqa tillarang qilib olamiz va issiqligida sariyog'larimizni solib eritib olamiz. Sariyog'imiz eriguncha shakar va tuxumni mikser qilib olamiz. Erigan sariyog'imizni massaga qo'shamiz. Un, razrıhlitel, kakaoni ham solib mikser qilib olamiz. Shunaqa shokoladli massa bo'lib tayyor bo'ladi. To'rga bo'lib listlarda pishirib olamiz. Juda ham tezda pishib chiqadi korjlarimiz. Korjlarimiz pishguncha kremini tayyorlaymiz. Iriska, moloko, sariyog'ni yaxshilab mikser qilib olamiz va har bitta korjimizga surib chiqamiz. Chetidan ortganlarini urvoq qilamiz va shunaqangi mazali shokoladli medavikimiz tayyor.